Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi ogohlantirayotgan 3 ta sana va 2026 yilda pensiya, nafaqa ish stajamda hujjatlari bo'yicha kutilayotgan asosiy o'zgarishlar. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Bu bugun ishlayotganlar, norasmiy ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan hamma uchun tegishli. Agar siz shu 3 ta sanani o'tkazib yuborsangiz, pensiya tayinlash kechikishi, qayta hisoblashdan vaqtida foydalana olmaslik, stajingiz to'liq ko'rinmasligi yoki to'lovlaringiz vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun men buni oddiy tilda misollar bilan, qaysi hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak, nimani oldindan tekshirish kerak, hammasini birma-bir aytib beraman. Videoni hozirroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa odam ortiqcha yuguradi. Avval pensiya masalasida ko'p ish qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Odam mehnat daftarchasini ko'tarib borardi. Eski tashkilotlarda ma'lumotnoma izlardi. Arxiga so'rov berardi. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlashga majbur bo'lardi. Kimdir 1995 yilda ishlaganini isbotlay olmasdi. Kimdir ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma topolmasdi. Kimdir nomi pasportda bir xil. Eski hujjatda boshqa imlo bilan yozilgani uchun muammoga duch kelardi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni pensiya tayinlashda faqat qo'lingizdagi mehnat daftarchasi emas, elektron baza, soliq tizimi, ish beruvchi topshirgan hisobotlar, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, bank ma'lumotlari, ijtimoiy to'lovlar va boshqa davlat bazalari ham muhim bo'lib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam kamroq idoraga boradi, ko'p ma'lumot avtomatik olinadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, ish staji ko'rinmasa, familiya yoki pasport ma'lumoti mos kelmasa, odam pensiya yoshiga yetganda muammo birdan yuzaga chiqadi. 2026 yilning asosiy o'zgarishlari shundan iboratki, pensiya va nafaqa masalalarida hujjatlarni oldindan tekshirish, elektron ma'lumotlarni moslashtirish, ish staji va ish haqi bo'yicha dalillarni vaqtida kiritish yanada muhim bo'ladi. Men buni ogohlantirish sifatida aytaman. Pensiyaga chiqish kuni kelganda emas. Kamida bir necha oy oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Birinchi sana 1 yanvar 2026. Bu sana yangi yil boshlanishi bo'lgani uchun ko'pchilik unga e'tibor bermaydi. Lekin pensiya tizimida aynan yil boshida ko'plab hisob-kitoblar, bazaviy miqdorlar, minimal to'lovlar, indeksatsiya tartiblari va hisobot davrlari yangilanadi. Men har doim odamlarga aytaman, yanvar oyini kutib o'tirmang. Dekabr oxirigacha o'zingiz haqingizdagi asosiy ma'lumotlarni tekshirib qo'ying. Masalan, siz 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchisiz. Erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 20 yoshga yaqinlashayotgan bo'lishi mumkin. Yoki imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasi bo'lishi mumkin. Agar sizning ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinmasa, pensiya tayinlash jarayoni cho'ziladi. Siz o'ylaysiz, men 30 yil ishlaganman, hammasi ravshan. Lekin tizimda 2005 yildan keyingi ishlaringiz ko'rinib, 1992 yildan 2004 yilgacha bo'lgan davr bo'sh chiqishi mumkin. Shunda sizdan qo'shimcha ma'lumotnoma, arxiv hujjati, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi bo'yicha tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Hayotiy misol, Toshkent viloyatida yashovchi ayol 1990 yildan 2000 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Fabrika keyinchalik yopilgan. U 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi. Agar u 2025 yilning oxirigacha arxivga so'rov bermasa, yanvar oyida pensiya hujjatini topshirganda uning 10 yillik staji bo'yicha savol tug'iladi. Arxiv javobi esa bir kunda kelmaydi. Ba'zida 15 kun, ba'zida 3 kun. Ayrim murakkab holatlarda undan ham ko'proq vaqt ketadi. Natijada pensiya tayinlash kechikadi yoki dastlabki hisob pastroq chiqadi. Yana bir misol, fuqaro 2010 yildan beri xususiy korxonada ishlagan. Lekin ish beruvchi ayrim yillarda ijtimoiy soliq va ish haqi hisobotlarini to'g'ri topshirmagan. Odam qo'lida ishga kirganlik buyrug'i bor, lekin elektron tizimda to'liq ma'lumot yo'q. 1 yanvardan keyin yangi hisobot davri boshlanganda eski xatolarni topish qiyinlashadi. Chunki ish beruvchi o'zgargan, buxgalter ketgan, korxona manzili almashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Yil yakunlanmasdan ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz,
ishga qabul qilingan buyruq, ish haqi bo'yicha ma'lumot, soliq to'lovlari aks etgan ma'lumotlarni tekshirtiring. Kimlar 1 yanvargacha albatta xavotir olishi kerak. Birinchidan, 2026-yilda pensiya yoshiga yetadiganlar. Ikkinchidan, ish staji turli korxonalarda bo'lganlar. Uchinchidan, sobiq kolxoz, shirkat xo'jaligi, zavod, fabrika, davlat tashkilotlarida ishlaganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlab qaytganlar. Beshinchidan, oilaviy korxona, yakka tartibdagi tadbirkorlik, dehqon xo'jaligi yoki norasmiy ish tajribasi bo'lganlar. Chunki bunday holatlarda har bir yilni isbotlash muhim. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz doimiy ravishda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz hisobotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, pasport ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, bank hisobingiz faol bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin men baribir tekshirish kerak deyman. Chunki bitta harfdagi xato ham hujjat yurishini sekinlashtiradi. Ikkinchi sana 1 mart 2026. Men bu sanani hujjatlarni aniqlashtirish va qayta hisoblash bo'yicha eng muhim chegara sifatida tushuntiraman. Yil boshida yangi tartiblar kuchga kirgandan keyin odamlar odatda fevral-mart oylarida pensiya jamg'armasi bo'limlariga, davlat xizmatlari markazlariga yoki elektron xizmatlarga ko'proq murojaat qila boshlaydi. Shuning uchun 1 martgacha siz o'zingizning pensiya huquqingizga ta'sir qiladigan hujjatlarni tartibga solib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bu nimani anglatadi? Agar siz ishlagan davringiz bo'yicha ma'lumot yetishmayotganini bilsangiz, 1 martni kutmang. Agar bolani parvarish qilish davri stajga qanday kiritilishi bo'yicha savolingiz bo'lsa, oldindan aniqlang. Agar harbiy xizmat davri, kunduzgi o'qish davri, nogironlik bilan bog'liq davrlar, boquvchisini yo'qotganlik holatlari yoki zararli mehnat sharoitida ishlagan davrlaringiz bo'lsa, hujjatlarni bir joyga to'plang. Misol keltiraman. Erkak kishi 1998 yildan 1990 yilgacha harbiy xizmatda bo'lgan. 1990 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan. 1939 yildan 2003 yilgacha bozorda norasmiy savdo qilgan. 2004 yildan keyin rasmiy ishga kirgan. Pensiya hisobida har bir davr bir xil baholanmaydi. Harbiy xizmat bo'yicha harbiy bilet, zavod bo'yicha mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumoti, rasmiy ish bo'yicha elektron ma'lumot kerak bo'ladi. Norasmiy savdo davri esa odatda staj sifatida kiritilmaydi. Chunki u davrda rasmiy to'lov bo'lmagan bo'lishi mumkin. Demak, odam 35 yil mehnat qildim deb o'ylaydi, lekin qonuniy tasdiqlanadigan staj 28 yil chiqishi mumkin. Mana shu farq pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ayollar uchun ham muhim nuans bor. Masalan, ayol bir necha farzandni tarbiyalagan, ayrim yillarda rasmiy ishlamagan, keyin yana ishga qaytgan. Bolani parvarish qilish davrining qaysi qismi stajga olinishi, qanday hujjat bilan tasdiqlanishi, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari juda muhim. Agar ayolning qizlik familiyasi mehnat daftarchasida boshqa, pasportida boshqa, nikoh guvohnomasida boshqa ko'rinsa, tizim buni avtomatik bog'lamasligi mumkin. Shunda oddiy familiya farqi ham katta kechikishga sabab bo'ladi. 1 mart sanasiga yana bir sabab bor. Qayta hisoblash. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ishlagan davri uchun qo'shimcha staj, qo'shimcha daromad yoki qonunda belgilangan tartibda qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin odam buni bilmaydi. U 3 yil ishlaydi, 5 yil ishlaydi, lekin pensiyasi o'smayapti deb shikoyat qiladi. Aslida u murojaat qilishi ish beruvchi ma'lumotlar bazada borligini tekshirishi, kerak bo'lsa arz yozish kerak bo'ladi. Shuning uchun 1 martgacha o'zingizga savol bering. Men pensiyaga chiqqanimdan keyin ishladimmi? Ishlagan bo'lsam bu davr hisobga olinganmi? Mening pensiyam qayta ko'rib chiqilishi kerak emasmi? 3-sana 1 iyul 2026 da. Bu sana to'lovlar, bank kartalari, yashash joyi, shaxsni tasdiqlash, ijtimoiy holat va ma'lumotlarni yangilash bilan bog'liq jihatdan muhim. Yilning ikkinchi yarmida ko'plab idoralarda ma'lumotlar solishtiriladi. Fuqaro tirikmi? To'lov olayotgan shaxsning bank rekvizitlari to'g'rimi? U chet elga doimiy yashashga ketmaganmi? Nogironlik muddati uzaytirilganmi? O'quvchisini yo'qotganlik, nafaqasini olayotgan bola o'qishni davom ettiryaptimi? Vasiylik yoki homiylik holati o'zgarmaganmi? Eng ko'p uchraydigan muammo bank kartasi bilan bog'liq. Pensioni bank kartasini almashtiradi, muddati tugaydi, karta bloklanadi yoki bank rekviziti o'zgaradi. Odam esa pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi. Keyin to'lov kelmaydi.
u bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya jamg'armasi bank ma'lumotini noto'g'ri deydi. Aslida muammo oddiy. Yangi karta yoki hisob raqami vaqtida biriktirilmagan. Yana bir misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba bor. U o'yindagi yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Bunday holatda o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar u o'qishdan chetlashtirilsa, akademik ta'til olsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim oilalar buni bilmaydi va keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish majburiyati paydo bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, davlatdan ijtimoiy to'lov olayotgan odam o'z holatidagi muhim o'zgarishni yashirmasligi kerak. Chunki bugun bilmay olgan pulingiz ertaga qarz sifatida qaytarilishi mumkin. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar uchun ham iyulga qadar hujjatlar muhim. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq qayta ko'rik sanalarini o'tkazib yubormaslik kerak. Bir kun yoki bir oy kechikish ham to'lovlarda uzilish keltirib chiqarishi mumkin. Odam kasal bo'lib yurgani uchun hujjatga vaqt topa olmaydi, lekin tizim muddatni ko'radi. Shuning uchun qarindoshlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Ota-onangiz, bobongiz, buvingiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringizning hujjat muddati qachon tugashini tekshirib qo'ying. Endi eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan masalalarga o'taman. Birinchi nozik jihat, hamma ishlagan davr ham avtomatik staj bo'lavermaydi. Odam haqiqatan ham mehnat qilgan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmasa, ish haqi hisoblanmagan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etmagan bo'lsa, uni pensiya stajiga kiritish qiyinlashadi. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun aytyapman. Norasmiy ish bugun qo'lingizga ko'proq pul bergandek tuyuladi, lekin ertaga pensiya hisobida bo'sh yillar paydo qiladi. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuvda muhr noaniq bo'lsa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, tashkilot nomi keyin o'zgargan bo'lsa, arxiv tasdig'i kerak bo'ladi. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillarning boshidagi hujjatlarda xatolar ko'p uchraydi. Masalan, odamning ismi Abdulaziz, lekin daftarchada Abdulaziz deb yozilgan yoki tug'ilgan yili 1936, hujjatda 1935 bo'lib qolgan. Bunday xatolarni pensiya yoshiga yetganda emas, oldin to'g'rilash kerak. Uchinchi nozik shart, chet elda ishlagan davr. Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan fuqarolar ko'p. Chet eldagi mehnat davri pensiyada qanday hisobga olinishi davlatlar o'rtasidagi bitimlar, rasmiy to'lovlar, hujjatlarning tan olinishi va tarjima tasdiqlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumoti, sug'urta badallari, soliq to'lovlari yoki o'sha davlatdagi pensiya organi bergan tasdiqlarni saqlang. Agar faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsangiz, keyin uni isbotlash juda qiyin bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Ko'p odam shunday o'ylaydi. Stajim ko'p bo'lsa, pensiyam katta bo'ladi. Staj muhim, lekin ish haqi, badallar, hisob-kitob davri, qonunda belgilangan cheklovlar, minimal va maksimal mezonlar ham ta'sir qiladi. Masalan, ikki odam 30 yildan ishlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi rasmiy yuqori ish haqi olgan, ikkinchisi rasmiy minimal ish haqi bilan yuritilgan. Natijada ularning pensiyasi bir xil chiqmasligi tabiiy. Shuning uchun bugun ish beruvchi sizni qog'ozda minimal oylik bilan ko'rsatib, qolganini qo'lga bersa, bu kelajakda pensiyangizga zarar qiladi. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov. Agar fuqaro pensiya yoki nafaqaga ta'sir qiladigan holatni yashirsa, masalan, bola o'qishni to'xtatgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, pensioner vafot etgan bo'lsa, yu karta orqali pul yechib turilgan bo'lsa, keyin bu mablag' qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zan odamlar buni bilmasdan qiladi. Ba'zan qarindoshlar e'tiborsizlik qiladi. Lekin qonun nuqtai nazaridan ortiqcha to'langan mablag' muammo keltiradi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSH raqami barcha hujjatlarda mos bo'lishi kerak. Agar nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr va imzolar bor yo'qligini tekshiring.
agar biror sahifa yirtilgan, yozib o'chgan, muhr ko'rinmay qolgan bo'lsa, shu tashkilot yoki arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 3-qadam oxirgi ish beruvchingizdan rasmiy ishlagan davringiz elektron bazada aks etganini so'rang. Buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan ishga qabul qilinganlik, lavozim, ish haqi, mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtiring. Ayniqsa xususiy sektorda ishlaganlar bunga jiddiy qarash kerak. 4-qadam davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yoki mavjud elektron xizmatlar orqali o'zingizga tegishli pensiya ma'lumotlarini tekshirtiring. Men bitta narsani alohida aytaman. Xodim sizga o'g'zaki yaxshi dedi deb xotirjam bo'lib ketmang. Kerak bo'lsa yozma javob, ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq oling. Chunki keyin bahsli holatda aynan hujjat kerak bo'ladi. 5-qadam arxiv hujjatlarini oldindan izlang. Eski zavod, fabrika, kolxoz, maktab, shifoxona yoki tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ishlagan yillaringizni, tashkilot nomini, lavozimingizni, taxminiy buyruq sanalarini iloji boricha aniq yozing. Masalan, men 1904 may oyidan 2001 yil sentabr oyigacha falon korxonada tikuvchi bo'lib ishlaganman deb yozish oddiygina men u yerda ishlaganman deyishdan ancha samarali. 6-qadam bank kartangiz va hisob raqamingizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? Bank rekvizitlari to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Mablag' tushganini kim nazorat qiladi? Bularni aniqlang. Yosh katta ota-onangiz bo'lsa, ularning kartasi bilan bog'liq masalalarni ham tekshirib turing, lekin pul yechish va foydalanish qonuniy vakolat asosida bo'lishi kerakligini unutmang. 7-qadam. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, barcha hujjatlarni saqlang. Shartnoma, ish beruvchi ma'lumoti, ish haqi varaqasi, sug'urta raqami, rasmiy tarjima, notarial tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni telefon rasmlarida qoldirmang. Asl nusxa va sifatli nusxalarni alohida papkada saqlang. 8-qadam. Pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin tayyorgarlik boshlang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya yoshiga to'lgan kuni keladi va hammasi bir haftada bitadi deb o'ylaydi. Agar hujjatlar toza bo'lsa, tez bitishi mumkin. Lekin bitta arxiv javobi, bitta ism xatosi, bitta yo'qolgan buyruq butun jarayonni cho'zadi. 6 oy oldin tekshirish esa sizga xatolarni tinch tuzatish imkonini beradi. 9-qadam murojaat qilganda arizani aniq yozing. Shunchaki pensiyamni ko'rib bering demang. Masalan, falon yillardagi ish stajim elektron bazada ko'rinmayapti. Ushbu davrni tasdiqlash uchun hujjatlarni qabul qilishingizni so'rayman deb yozing. Yoki pensiyaga chiqqanimdan keyin falon sanadan falon sanagacha ishlaganman. Ushbu davrni qayta hisoblashda inobatga olishni so'rayman deb yozing. Ariza qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik aniq bo'ladi. 10-qadam har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa olib qoling. Qaysi kuni, qaysi idoraga, kimga qanday hujjat topshirganingizni yozib boring. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin keyin hujjat qayerda qolganini aniqlashda juda yordam beradi. Demak, men bugun sizga 3 ta muhim sanani tushuntirdim. 1 yanvar, 1 mart va 1 iyul 2026. Birinchi sana yil boshidagi yangi hisob kitoblar va bazalarni tekshirish uchun muhim. Ikkinchi sana hujjatlarni aniqlashtirish, stajni tasdiqlash va qayta hisoblash masalalari uchun muhim. 3-sana to'lovlar, bank ma'lumotlari, nogironlik muddati, o'qish holati va ijtimoiy to'lovlarning davom etishi uchun muhim. Mening asosiy maslahatlarim oddiy. Hujjatni oldindan tekshiring, ish stajingizni tasdiqlang, bank ma'lumotlaringizni yangilang. Arxiv hujjatlarini kechiktirmang. Rasmiy ishlashga e'tibor bering va har bir murojaatni yozma yoki elektron tasdiq bilan rasmiylashtiring. Pensiya masalasida eng katta xato bu vaqt bor deb yurish. Vaqtida qilingan bitta tekshiruv keyin bir necha oylik yugurning oldini oladi. Agar sizning oilangizda 2026 yilda pensiyaga chiqadigan odam bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga yetkazing. Izohlarda yozing. Sizda ish staji, arxiv, bank kartasi yoki pensiyani qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men pensiya miqdori qanday hisoblanishi, qaysi davrlar stajga kirishi va qanday xatolar pensiyani kamaytirishi haqida yana batafsil tushuntirib beraman.